Hürmetli dostlar, yaxshimisilar? Bugungi dersimizde biz usullik udarınınki 10 qo'l urush, oddiy bo'lgan urush usulini o'qib so'zlaymiz ve mushuning agishi Gilyala degan xalqniki pauz qismini o'rnak qilib sizlarga axsiz o'rgatib qo'ymoqchi. Dehqonlar men do'stim usullik urushga kelganda do'ttaga tegadigan barmoqlarimiz pastga tushganda mush 4 barmoqda isi bo'ladi. Baş barmoq bu yerda diqqat qilgash, baş barmoqni tang mush ikki tal tarnik ostiga tushib ketadi. Baş barmoq targa tegmaydi, lekin ostiga biroq tushiradi. Chunki ustiga biz urganda ikkiga bo'lib ustiga chiqamiz. Şuna baş barmoq ustida qolsa, biz ustiga chiqqanda yana bir tushirib chiqish to'g'ri ekan. Bu bir qolaysiz. Shuning uchun biroq baş barmoqlar tang, hamma barmoqlar pastga tushib kerak. 4 barmoq tangdi, hamda ustiga parchalab chiqqan o'rsada baş barmoq va shu begiz barmoq ustiga qaytgan. Hamda yana pastga barmoq urayli, bu ham qilin qo'yish. Hamda ustiga yana chiqayli. Hamda eng oxirida pastga yana bir o'rgatamiz. Bu parçalab o'rganganimizda mana shunday o'rganimizda avval buni mashq qilamiz. Buni qanday sanaymiz? Y ar sen s, y ar sen. 4 qo'shiq 3 jami 7 sanaymiz. 4 qo'shiq 3 holat sanasak to'g'ri bo'ldi. Y ar sen s bir butun. Endi y ar sen bir butun jami 2 udar yig'ib aytganda y ar sen s, y ar sen ta mush udarning shiri bo'ldi. Y ar sen s, y ar sen. Çoqum sanab mashq qilmasak o'zimizni qalaymagan qilamiz, qo'limizni keltiranmay yana savol so'raydigan ish. Yana osti ko'stib qo'ying deysizlar. Sananglar shuni. Qadamda nima ish qilamiz deganda bu urushni o'rganib oldik. Quruq quraveramiz endi. Mush qo'limiz yod bo'lib ketkicha. Buni ishni ko'rsak, shu biz doim anglayotgan usullik udar dutlarniki udari chiqadi. Adalet kelib ketkicha to'xtamay uramiz. Andan keyin biz yana mush Gilyala degan ahoniki pauzini aytgandik. Nota qaraydigan bo'lsak, buning pauzi jami 1 2 3 4 5 6 7 takit. 7 takit tugaydi. Demak 14 udar. Har bir takitda 2 udar bor. Birinci takit re so 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 so. Mush ovozlarni sanasak 7 tal ovoz chiqyapti har bir takitda. Biz abiyam 7 sanoqda urishni o'rgandik, shundaqmi? Har bir sanoq urishimizga bir padi keladi degan gap. Ya'ni birinchi takitda re'dan boshqa 6 tal so bor. Re so 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 so. Endi buni qanday uramiz? Re quruq. Endi soni bosib. Qitim tip mashq qilsakmi bo'ladi, qo'l ko'nadi. Ikkinchi takit so do 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 re re mi. Chekitlik do, chekitlik re va tushirilgan mi. Chekit va ovozlar, yuqori ovozlar bo'ladi. So do 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 re re mi. Tushirilgan mi degan pada mana shu re notiga. Biz so do 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 ana birinchi udar. Re re mi, re re mi. Do
qayta chek mashq qilamiz va shu ikki takidni qo'shib mashq qilamiz. Barmoqlarimga diqqat qiling. Qanchinchi barmoqni besayotgan bo'lsam, shu bo'yicha besib mashq qilinglar. İki takit ketdi. Endi uchinchi takitni qarasak, do re 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 shi la so ustiga qaytyapmiz. Do re 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 shi la so ustiga chiqadi. Shi'da tushirilgan shi belgisi var. Shi ovozi tushirilgan shi'ni bilasizlar. Si la so, do re 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 si la so. Qayta qilganda andan keyin bizning qo'llarimiz ko'nadi bunga. Cho'qim qayta qilish kerak. La re la si do re 4-chi takitda. La re la si la si do re ko'nib bo'lgandan keyin qo'l eynekimizni la re la si do re do si la so la si mana bundan keyin bizniki padiye tushimiz tugaydi qaranglar. Do si la solni ikki qayta olib olsak tugaydi. Yana bir chepiraga. Demak, buningki pauzini o'rganib chiqdik. Nota bo'limlaringlar kamchil bo'lsa, bizningki birinchi chesla boshlanadigan darsliklarimizga tizimli bilinglar. Ders tafsiloti undidar panyo'chanimda bor va bilmasanglar ayrimxonamdan so'rasangiz bo'ldi. Ders 3 oy not bilan pishiq holatda shunday maqsadlarni to'liq chelishni o'rganib chiqamiz. Unda bo'lsa, kelarki qitimliq darslarimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.